Assalomu alaykum, limon ko'chat ishqibozlari. Mana 2 yoshli ko'chatlarimizni Xudo xolasa ekib sotuvga qo'yib yubordik. Buni o'zi sotish niyati yo'q edi. Keyingi yilga 3 yoshli qilib sotaman deyatdik buni. Mana shu gullagan holatda, Xudo xolasa hammasi chiroyli holatda. Juda ham ko'p klientlar limon chiqaring deganga, mana bularni ham ekib yubordik. Xudo xolasa mana chiroyli shoxlagan ko'chatlar mana. Holatni ham ko'rishlaring mumkin. Mana gullagan. Gullashni boshlagan, gullamaganlari endi gullashni boshlagan. Mana hammasi shoxdor, chiroyli ko'chatlar. Eksalaring nima deydi? Rosa o'sadigan paytiga kelgan. 1-2 yilda xudo xolasa katta ko'chat bo'lib ketadi bu. O'ta ham katta. 15 kilo, 20 kilo meva kirib qoladi 1-2 yilda. Gullagan chiroyli holatda. Juda ham ko'p gullagan mana. Ko'rishingiz mumkin. Har bitta bakin tagidan gul chiqib yotibdi. Hammasi shoxlagan chiroyli ko'chatlar mana. Ko'rishingiz mumkin. Ichida bachkana ko'chat yo'q umuman. Hammasi shoxdor ko'chatlar. Mana shu ko'chatlarimizni xudo xolasa optimga olamiz deganlarga ham arzonroq beriladi. Manzilimiz Namangan Norin tumanida. Xudo xolasa kelishilgan holatda dastavkani ham qilib beramiz mana. Yo'altirib qo'yadigan ko'chatlarimiz. O'zini tiklab bo'lgan. Xudo xolasa 15 kun 20 kun yog'da ekilgan bu ko'chatlar. Mana bu yoqda ham gullab yotibdi. Olib foydalanishga deganlarga ham yo'lda qilib kelishtirib beramiz. Xudo xolasa bu yerda 300 ta ko'chatimiz bor mana. Hammasi ekilgan holatda. Mana bu yoqda ham. Mana bu yoqda ham terib qo'yganmiz. Bu yoqda ham mana hammasi shoxli ko'chatlar. Umuman ichida bema'ni ko'chat yo'q, shoxsiz ko'chat yo'q mana. Bosh-boshidan tortyapman, ichidan tanlaganim yo'q mana. Hammasi gullagan, mana gulga kirib qolgan ko'chatlar, 2 yoshli. Bunaqa uyaltirib qo'ymaydi xudo xolasa. Mana shunday olib ekishni maslahat beraman men sizlarga. 2 yoshli, 3 yoshli deysizlarmi? Ikkalasidan ham sotuvimizga qo'ydik xudo xolasa. Mana bu yerda ham serob. Mana bu yoqda ham hali mana bog'dan endi ekdik, hali olib ketganimiz yo'q buni. Uyga endi xudo xolasa mana shuni ham uyga toshib yuboramiz. Klientlar kelib qolsa mana shu yerdan ham sotib olishimiz mumkin. Mana juda ham ko'p. Bu yerda 300 ta oxirgi partiyamiz qoldi. 300 ta ko'chatimiz. Undan keyin 400 tacha 3 yoshli qoldi. Mana. Juda ham go'zal holatda. Olib foydalanaman deganlarga xudo xolasa kelishilgan holatda dastavkasini ham qilib beramiz. Bemalol. Olib ketaman deganlarga arzon ham tushadi. Kimga shunaqa chiroyli ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishlari mumkin. Manzilda qo'ygizamiz, nomerimizda, opisaniyada qo'ygizamiz. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yangi bak chiqarishni boshlagan mana. Rosa hozir ekiladigan payti. Kimgadir bir oydan keyin ekaman, 15 kundan keyin ekaman deganlarga hozir rosa payti. Mana shu aprel oyi, uzoq aprel oyining 20sigacha ekib olishni maslahat beraman. Undan keyin juda ham limonlar o'zini tiklashi qiyin. Ko'klaydi. Bunaqa paqirga o'tkazib qo'yilganlar bo'lsa, ko'klaydi, lekin yerdan olib eksa, ko'klashiga men garantiya bera olmayman. Mana shu ko'chatlar, xudo xolasa ko'chirsa, qolipi bilan chiqadi mana shu ko'chatlar. Undan shu bo'lgan bular.